Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Rolex Gamer. Do'stlar, men aytgandek qishloqni obzor qilaman. Qani bo'lmasam videoga like bosib, obunasidan chiqarmanglar. Sal shamollab qoldim, shuning uchun e'tibor bermanglar. Ketdi. Do'stlar, hozir biz merda uydan chiqamiz. Mana bizning qishloqchamiz, lekin bu yoqi firma, bu yoq firma, mana ko'rasizlar bo'ladi, mana katta firma. Bu yoq firma xonani uychasi. Boshqa hech kim yo'q. Yana bori ham uy, jitelar yashaydigan uy, mana sunduqda hech narsa yo'q, lekin mana bunaqa narsa chiqib biza qiyordi. Mana shunaqa narsalar bor. Voy billah. Bu yoqda ham uy, lekin yaxshiroq menimcha. Mana nima qilyapti bu? Bilmayman nima qilyapti. Mana bunday qilib ko'rsatsam ham bo'ladi, lekin qaranglar, kattakon qishloq. Bu mening uycham, mening yaxshi ko'rgan uyim. O'zimning uyim. Ochamiz. Hoppa. Bu yerda o'zimga xohlagan narsalarim bor. Bu nima? Bunday. Ay billah. Ha, do'stlar, mana shunday ko'rsatyapman. Bu mana bu eng katta uy. Qorovulchalari ham bor. Bu eng katta uy, mana bu ikkinchi uy. Merning uyi mana shu. Merni ham ko'rsatib yuboraman. Mana bo'ldi. Mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qalaysan? Yaxshi. Ko'rdinglar? Mana shunday qishlog'imiz bor. Agarda menga like bosib, obuna bo'lmaysa chiqarmasanglar, men o'zimni uyimni ko'rsataman va sizlar ham o'rnatsanglar bo'ladi. Qishloqda yashaysizlar, mazza buni qurbadi. Mana shunday. Yaxshi hammasi, lekin mazzada qishloqda yashash. Do'stlar, sizlar ham shunday qishloq xohlasanglar, menga like podpiska bo'lib qo'ysanglar, men o'zim qishloqni aytaman. Hammaga xayr do'stlar, charchamanglar.